Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, O'z Chorva YouTube kanali muxlislari. Xo'p, bugun yakshanba. Sana yozib qo'yaman deb esimda yo'q hozir. Xo'sh, bugun platinaga boryapmiz. Ancha bo'ldi, 1-2 hafta bo'ldi bormaganimga. Alohida video qilamiz. Qo'ylar, mollar narxlari bo'yicha, xudo xolasa. Demak, obuna bo'lishni unutmanglar. Statistikani ko'ryapman. Juda ko'p odam, 5000 ga yaqin odam yoki undan ham ziyodroq odam podpiska bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Podpiskani bosib qo'ysanglar, bu motivatsiya bo'lar ekan qandaydir bir odamga rostdan ko'pchilikka qiziq bo'layapti ekan, demak, kontentlar ko'pchilikka manfaatli bo'layapti ekan, ko'ryapti ekan degan narsa odamga qo'shimcha kuch bag'ishlar ekanda. O'shandan keyin yangi kontentlar, g'oyalar kelaverar ekan. Shunday ekan, akalar, ukalar, do'stlar, podpiskani bosib qo'ysanglar, like-ni ham bosib qo'ysanglar, biz kerakli ma'lumotlar chiqaraveramiz chorva bo'yicha. Hozir shu borguncha ham bir narsa haqida gapirib ketay. Chorva mana Germaniyalarni kuzataman menda. Germaniya, Shveysariya, yana ba'zi bir Yevropa davlatlarida chorvani juda ham zo'r boqib qo'yadi. Ajoyib boqib qo'yadi. Go'sht mahsulotida, go'sht va go'sht, jun mahsuloti, sut mahsuloti yetishtirishda ularga teng keladigan yo'q. Tan olishimiz kerak. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Nima uchun ular shunday natijaga erishgan va nima uchun biz ularga tenglasha olmaymiz degan savol tug'iladi. Birinchi o'rinda men o'ylayman, ularga tenglasha olamiz, albatta. Faqat nima qilish kerak? Ustozlar bor, shulardan o'rganishimiz kerak va eng muhimi zamon bilan ham nafas bo'lishimiz kerak. Zamon qaysi tomonga ketyapti? Zamon texnologiya asri. Texnologiya asri bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Texnologiyalar, yangi zamonaviy texnologiyalar kirib keladi. Chorvaga ham, dehqonchilikka ham o'sha texnologiyalardan foydalanishimiz kerak. Internet bor hozir, internetda izlanishimiz kerak. Ayniqsa bu o'zim tengi va mendan yosh va mendan nechidir 3-4 yosh kattaroq bo'lgan odamlarga tegishli. Nimaga? Chunki yosh kattalar ular amaliy juda ko'p narsani biladi, amaliy. Endi ular bunaqa internetda izlanib yoki bo'lmasa zamonaviy texnologiyalarni o'rganib joriy qilishga ularning toqati yo'q. To'g'risi, ularning toqati yo'q. Shuning uchun men yoshlarga murojaat qilyapman. Mana shu zamonaviy texnologiyalarni va internet orqali chorvani qanday qilib rivojlantirish kerak? Sutmi, go'shtmi, junmi, qaysi yo'nalishda bo'lsa ham shuni o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun akalar, ukalar bosish kerak. Chorvani top darajaga chiqarish kerak. Masalan, qo'y yo'nalishimi, mol yo'nalishimi? O'ylaymanki, bizda O'zbekistonda yoshlarini, mana men tengi, mendan kattaroq yoshlarni o'sha O'rta Osiyodagi boshqa davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, o'ylaymanki, bizning salohiyatimiz ham qolishmaydi, anchagina yuqori. Shunday ekan, harakat qilish kerak. Rivojlantirish kerak, dunyo miqyosiga chiqish kerak. Xo'p, demak, platinaga yetib boramiz. Videoni davom ettiramiz, xudo xolasa. Realniy narxlarini o'zimiz ham narx qo'yib ustiga nima deydi? Video qilamiz, xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar. Podpiska esdan chiqmasin. Assalomu alaykum, mana yana bir bor. Platina mol bozoriga yetib keldik, Bo'stonliq tumanidagi. Mana hozir endi boshlaymiz narx-navo bilan tanishishdi. Mana edi baraka bo'lganlar bor ekan. Qanchadan bo'ldi aka? 3 million 100, ha? Qo'shqormi bular? Qo'shqor emas shekilli. 3 million 100. Mana shu hozirgi qimmat.
Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi bular? 5,5. Ikkalasimi yo bittasi? Yo'q, ikkalasi. Qo'chqormi? Yaxshi olsiz. Bu normal olibdi. Ikkalasi 5,5. Qancha bo'ldi qo'zichalar aka? 1,5 dan? Qo'chqormi? 1,5 dan. Qo'zichalar. Mana qo'zichalar. 3 oylik qo'zichalar. 2,5 3 oy. Nech puldan bo'ldi bular? Aka? 7 bo'ldi. To'rtalasi, ha? 1,750. 1,750. 3 oylik. 2 oylik aka, 3 oylik emas. 300 ming deydi-da. Qimmat. Mana shu qo'chqor so'rang. Qancha bo'ldi bu aka qo'chqor? Ha, 49. 49. Живой vesi bir 70 chiqadi. Yo'q, 70 emas. Ko'p bor. Живой вес. Bu nech pul bo'ldi ona qo'y? Sotildimi bu? Yosh bolalar aka. Qanchadan bo'ldi qo'ylar aka? 36. Xullas azizlar, qo'ylar juda qimmat. Qanchadan bo'ldi? Qo'chqor, mana qo'chqormi bu? 4,5 6 million. Qo'chqor 6 million. La bu g'oz, ha? Qo'chqor 6 million. Qo'chqor 6 million. Qancha qildi bozor buni aka? 5200. 5200. 80 kilo yo'q, chiqadi yo chiqmaydi. Qancha bo'ldi aka echki? Echki qancha? 3200. Zaninmi bu? Ha, Necha litr suti bor aka? 2 litr. Ha, gap yo'q. 3,200,000 mana 2 litr suti bor. Arziydi, javob zo'r. Gap yo'q. 3,200,000. Mana malish degan qo'ylar. Malishmi bular? Malish. Nech puldan? 4 milliondan. Bular asosan junga boqiladida. Go'shi ham yog'i kamroq bo'ladi. Qo'chqor qancha amak? 5. 5 million. No, normal. Bozor qancha qildi buni? 5 kvot bermadingizmi? Siz nech pul deyapsiz? Normal qildi lekin. 75lar vesi bor, joy ves. 65 mingdan bo'lgan taqdirda ham shu 5 larga tortadi. O, qanchadan bo'ldi bular aka? 22 million 700, 6, 5 million. 25 million. 6 da qo'y. 3 million qanchadan? Malishchalar. Qancha bo'layapti bu? 38 so'rayapsizmi? Sog'liqmi bu? Qo'chqor aka. Rosa boqilgan. Mana shunaqa tuyoqlariga e'tibor qilsa birdan bilsa bo'ladi. Qancha boqilgan. Buni qo'zichalar. Qo'zichalar qanchadan? 2dan so'rayman. 2 dan 2 milliondan. Qani bor, barlamaymiz. Qo'chqorchami emas? Boshqacha 4 tong'ash. Ha. 4 ta bosh, bitta qo'chqor. Qimmat. 4 da bo'ladimi? Ha, 1,5 million bersa ham normaldan o'sha qo'zichalar. Qancha bu qo'zicha? Qancha so'rayapsiz aka? 22,5 bermayapsizmi? Normal lekin. O'zini ham gapi normali. Yo'q, 22,5 yaxshi-na. O'zida qo'zi. Aka bu qo'zida bu hali. O'zini ham qo'zi bor. O'zingiz bilasiz. Lekin yaxshi-na. Xudo orasi qo'shmasa ham ko'rinmay qoladi. Qo'chqorchami bu? Onasi yaxshi qarabdi-da.
Onasiga bir yaxshi ekan. 22,5 bermayapti. Nega yaxshi narx aytib so'rabdi, aka? Qanchadan tog'ozi buni? Qanchadan o'zi buni? Qo'zi qancha ekan bu qo'zi? Onasi bor-ku buni. Bu sizdanmi? Qancha? O, akalar, mana bunaqa ona-bola qo'ylar mana bor. Mana. Bunaqalarni maslahat beraman, arzon bo'lsa ham olmanglar. Nimaga? Baraka topish qiyin. Vaqt bo'lish kerak. Onasi ham, bolasi ham. Mana bu ham yaxshi. Bu ham yaxshi. Bolani yaxshi beradi-da, mana bolasiga qarang. Qancha ekan bu aka? 6,5 million. Bolasi qo'chqorchami? Qo'chqorcha. Mana sim uchun so'ragan. 6,5 million deyapti. Buni 5,5 millionlarga olsa arziydi. 5 millionga olsa arziydi mana shuni. Onasi qariroqda lekin. Qancha ekan bu? Ona bolami? Qancha bu? 8 million 600 8 million? bo'ldi. 600. Ikkidan bolasi. Yo'q, ikkita ona qo'y, ikkita bola. Ha, ikkalasimi? Bermadingizmi 8 million 600? Oldim. Ha, oldingizmi? Zo'r. Yaxshi. Mana bu ham. Malishmi bu? Qancha bu? 4,5 million keladi. 4,5 million. Qancha ekan bu? 6,5 so'rayapti. 6,5. Onasi vaqodagi. Onasi katta ekan mana. Bolasi ham yaxshi. Lekin qimmat 6,5. Bugun bozorga malish yomon ko'p tushibdi. Mana shuncha malish. Juda qimmat qo'ylar bozorda. Mana bu yoqda bitta qo'zichalar bor ekan. Qancha ekan bu ona bolalar? 5,5 million so'rayapti. 5,5 million. Nechinchi to'qishi bular aka? 2. Ikkinchi to'qishi. Qo'chqorcha. Yaxshi. Onasi sal charchab qo'ygan-ku, lekin bolalari zo'r ekan. Shular arziydi. Bozor qancha qildi aka? 5 million 100 dan. 5 million 100 ga bermadingizmi? Bolasini zo'r katta qilyapti. Sizchalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Qanaqasiz? Ona bola sotyapsiz? Qanchada sotyapsiz? 6,5 million. Erkak ikkalasi. Ha, bolasi zo'r ekan. Birinchi ikkinchi turmush. Qo'chqorcha. Bular sizdan. Bo'g'oz. Bular manda emas. Mana ham 3 ona bola katta gap. Bolani o'zidami? Foto'raman, faqat kuchalarni olsin sotaman. Bu ona bolalar qancha? Bitta. O'zicha. Qanchadan bular aka? Ha, sot qanchadan oldingiz? 2,5 dan. Ha, zo'r olsiz. Qancha ekan bu aka? 6,5 deyapman, 5-6 qildi bozor. Nechi tish bu? Qo'chqor. 3 tish. 3 tish bo'lmaydi-ku ya. To'rga kirdi-da endi 3 tish. Ha. Bu zotga qo'yuvdim, zot oldimda. Shunga endi sotaman, dalada yuruvdi. Ha, zo'r. Qo'chqorlar qancha ekan mana qo'chqorlar? Sizda emasmi? Qo'chqorlar qanchadan? Qanchadan? Yaxshi sotilibdi-ku. 39 dan sotilgan. Zo'r sotilibdi. Mana 30 kilo go'shi bor, indamay. 40 kilo chiqib qo'ymasa. Qancha bo'lyapti bu? 5,5 million. So'rayapsizmi sizlar? Bularga hali voqilish kerak.
Normal ekan, bo'ylari uzun ekan. Shunda olib sotga boqish kerak. Ikki tish bu. Ularning katta. Bunlar o'zi uchun to'kilib ham bo'pti. Gap yo'q. Qancha ekan bu? Yaxshi qo'shib ekan. Qo'chqor. Yaxshi narsa aytayapti. Bu boqilmagan, dalada yurgan. Roh faqat 5,5 million deyapti. Olib zotga boqsa zo'r bo'ladi. Yaxshi qo'chqor. Qo'zilar qaranglar. Bir to'da qo'zi. Qo'zichalar qanchadan aka? Ona bolami? Qanchada? 6 million. 6 milliondan aka ona bolalar. Endi to'g'risini aytaman. Bitta bola, bitta ona 6 millionga qimmat. Ikkita bolasi bo'lsa 6 millionga olsanglar arziydi. Lekin bitta bolasi bor. Ona bola qo'y 6 millionga qimmatlik qiladi. Baraka topishdan qiyin bo'lib qoladi. Ana qo'zichalar. Menimcha bular bir xil ekan basharalar, qaranglar. Lekin buni onasi bo'lsa kerak-ku shular. Bashara bir xil. Ne? Arasha? 9 mi? Nechi tish bu? 4 tish o'tyapti. 4 tishdan. Tuyoqlariga ham e'tibor qilish kerak bo'ladi mana. Tuyoqlariga. Bu qo'chqor boqilgan bu, yemda turgan. Keyin zotni olgan, endi chiqarib sotyapti. Shunaqa sens qilib olish kerak bo'ladi. Nomer nechi? 99lik. 793 33 84. Necha qilib berasizlar buni? Agar rosa arashan, Bozor hozir buni mana qulog'idan bilsa bo'ladi. Mana bu yerda masofasidan mana qulog'ida tomirlari yavni ko'rinib turadi-da. Mana. bozor 7,5 dan qilishtiradi. 20 deylar. Endi ertalab endi so'z beramiz-da. 7,5 bo'lsa berar ekan. Yaxshi. Yaxshi narx. Zot olishga arziydi, yosh ekan. Olib turib bitta boqib, shundoq qo'yish kerak bo'ladi. Ranglari ham zo'r ekan. Bo'yi 80. Javob 80. Mana bu yerda ham arashanchalar bor, arashanchalar. Nima qilyapti bu? Nima qilyapsiz ana? Qanchadan bular? Mana bu 2000 dollar ekan, tasmasi bor. Bunisi bir 1200 mi? Sıfır uch. Çadak ekan bu. Ana. İçki qasam deb shuni aytadi-da, mana qasam. Mana bu 2000 dollar deyapti. Qaranglar. Arashan. Bunisi 1200 ekan. Zot shunda bular endi. İçkiler. Bu qancha ekan içki aka? Ha, qanchaga oldingiz? Suti qancha bor edi buni?
bir kunda 2 litrda. Mol vermiyor. Ya zot zanen echkiga o'xshayapti, normal. Zanenmi? Yaxshi olgansiz. Shu yer bo'la qolsangchi. Mana shunaqa mamiz bu ham zanen echki. Shoxi bor lekin. Katalo tomondami? Mana bu yerda ham qo'chqorlar. Bu qancha ekan bu? Qancha man bu? Qanchaga ketdi mana shu? Arashan ekanda u ham. Mana bu manzaraga besh ketdim, qaranglar. Chiroyliligini, ichkichalar. Akalar, echkilarning zo'rlari tushibdi-da lekin bu safar. Chotki echkilar tushibdi lekin. Sutlari anchagina. Mana kattaligini qaranglar. Dahshat katta ekan bu. 80 bo'yi 80. Taka bu. Erkagida, erkagi. Ichkilar zo'r ekan. Echkilar zo'rlari tushgan rosa. Mana buni zanin. Echkilar qanchadan aka? Qancha bular? Bu birinchi tug'ishi toza zaynin. Nech bu? Bu 2,5 million gina kami bor. Bunisi. Bu 5 million kami bor ozgina. Bu onasi bu. Necha litr suti bor bular aka? Anoniki 2 litr, bu birinchi tug'ishi 1 litr. Bir kunda beradi-da, Ya ikki yerda mahalda ketishdi-da. Вообще. Yaxshi. Nomeringizni ayting. 93lik. 93lik. 560 560 66 66 27. 27. Uyda ham bormi bundan? Bor. Suti ko'proqlari ham bormi? Bor. Bo'ldi. O'zimizga ham kerak bo'lib qoladi. Lekin zanen echkilar mana sut ko'p beradi. Qancha ko'p yem yesa, shuncha ko'p sut beradi bular, bormi? Mana shular zanen. Manzarani qaranglar-da akalar. Qanday chiroyli. Qanday chiroyli bular, qanday chiroyli echkichaman qaranglar. Ha. Voy. Ha. Qo'y. Ko'rdinglarmi? Echki shunaqa bo'lagan echki. Bu bolachasini qara. Mana bolachasini qaranglar. Chiroyliligini qaranglar buni. Onasi zanin buni ham. Qiz bola ekan. Ana shunaqa olsanglar sutga kiradi bu ham. Katta bo'lib 5-6 oydan keyin. Mana aka. Mana onachalar. Kichkina payt tug'ib qo'yibdi-da. Qanchadan bular? 1,5 aka. Mana zaninmi bular? Zanin emas ekan-a? Oddiy ekan. Oddiy ekan. Onalari sutli echkilar, o'zimni qaynimni onaqasidan. Katishib qolgan-a. Qaynimni echkilarni bo'ldi. Onachalar ham shirin ekan. Onalarini 9 millionga sotyapti. Ko'chaga 4 ta yaqin bilan. Nima bo'ldimi? Savdo bo'ldimi bu? Savdo bo'ldimi? Tarozi 70 million deydi. Taroziga beryapsizlarmi? Yo'q, bu taroziga emas, bu boqmaydi. Bilaman. Taroziga bermanglar, o'g'il bo'ladi. Zotga yaxshi qo'yagan. Tay mana. Yana zotga bo'ladigan qo'ylarda faqat mana shuni oyog'i og'rigan. Mana javob oyog'i og'rib qolgan. Qaranglar. Ko'p turganda, bu taxtada turganga o'xshaydi-da, menimcha. Lekin oyoqlari taxtada turgan demayapti. Buni qanchadan deyapsiz buni? 13 milliondan? Ya siz olganmi yo'q? Qo'yib olayapman. 13 milliondan. Oyoq og'ribdi-da, oyoq. Ajoyib. 150 kilo bo'lsa kerak, yeysiz. Bu qancha bu aka? 20 million. Nechgina chiqadi deysiz? Bilmiyorum, qo'yibsini olib keldi. Yo'q. Kimda turgan bu? Qo'yda yurgan. Nechi tish bu? Nechi tish bu?
Siyasi to'ra. Sakraydimi bu qo'ylarga? Pasport bo'lsa. Zerikkanmi yo? Militsiyaning yurmani qilib, Aga. tez qo'ylarga tez. 150 kilo chiqam. Joyimiz. 160 kilo to'rabga qassoblar. Ha, 160 kilo deyapti. Bilmasin. Qo'yda turganmi? 80 ta qo'yda turibdi. Kallasini o'zi ham bir nima-da mana. Yo'q. Ya qo'chqor zo'r ekan. Treylerini otlar aylandik. Otlar ajoyib otlar. Shu otlar zo'r ekan. Qanchadan ekan bular aka? Savdo bo'lyaptimi? Qanchaga? Bilmadim. O'zi qancha deyapsiz? O'yna savdo bo'ladi. Necha oylik ekan bular? 1 yashar bo'lganda. 1 yashar bo'lgan, ha? Zo'r ekanlar. Ajoyib, mashalloh. O'g'il bola. Erkak toylar. Erkak, ha. Zo'r ekan. Zo'r to'ylar tushibdi, lekin bugun, ha? Bular ham zo'r ekan. Bu 15-20 million atrofida bular narxi, ha? Tepsa mazdan qochilar. Bu tomonda to'ylar bari. To'y qancha ekan aka? To'yingiz qancha ekan aka bu? 12 so'rab. 12. Urg'ochi. 12 million. Hadi unutmayın abi. Çok iyi. Olası oraya. Toyla qancha deyapti ekan ular? Ular 15 so'm deyapti. 15 dan. Sonu bir alayım kalmam alsan 15 milliondan. Olmaydı. Qancha so'rayapsizlar aka? 25 milyon 500 dolar. Urg'och. Otlarga qiziqadiganlar ko'raversa bo'ladi. Mana elitalari. Bizi ham elita ekanda. Elitamizda elita. Ular qancha ekan to'ylar aka? Sotilib. Qanchadan sotildi? 4tasimi? Haydi. Zo'r boqilgan ekan. 4tasi 51 yarim. O'z chorva. Ha, qo'shib yozasiz. Otlarga ja qiziqaman. Zo'r qiziqaman, lekin tushunmayman. Hali xudo xolasa olib boqish niyat bor o'sha paytda. Obdon sinchiklab o'rganaman. To'ysha. Cho'qchalar. Demak o'sha 1 yashardan o'tgan nimalar 15 million ekanda. Bu bo'g'ozmi deyman bu aka? Ha? Qancha bu? 35 million deyapmiz. 35 million, ha? Soat qanaqa buni? Rossiyskiy. Rossiyskiy? Yo'q. Bular mana yuk tortadigan otlarmi? Necha oylik bo'g'oz bu? 10 oylik bo'ldi bo'g'oz. Narxi qancha? 35 ta bor. Chiroyli ot ekan lekin. Beshinchi bolasi bu?
Qurban aka o'zi Rossiyadan olib kelganmiz. Ha, Rossiyadan. Rossiyadan bozib kelgan. Zo'r. 35 million kami bor. Nomeringizni qoldirasizmi? Ha. Kimga kerak bo'lsa telefon qilib ola. Tug'adigan 10 oylik bo'g'oz pashti. Ot. Chiroyli ot ekan. Yuvosh bo'lsa kerak, a? 90 97lik. 97lik 185 185 0770. 0770. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar. Nega zo'r chiroyli ot ekan. Yaqinda tug'ib qoladi lekin. O'z chorva. Mendan katta ekan mana ot lekin bori. Qancha deyapsiz bunaga? 35 kami bor. Yomurg'ochi lekin. Urg'ochi. Buni qanchadan ekan aka? 45. Qancha? Ikkoviga 45. Ikkoviga 45, ha? Zot qanaqa buni? Oliko. Avlikol, ha? So'ragan. Yosh to'lganmi? Necha oylik bo'lgan? Avlikol. Bular yana o'sadi, ha? 45 million. Ikki bo'lgan. Sizga qancha bu, aka? 23 million topdi aka. 23 million, ha? Bularni boqsa odam bir boqqanday bo'ladi lekin. Bular uncha-muncha kasal ham bo'lmaydi-da lekin. Avliko. Nargisi Shmidmi deyman? O'zimizdan. Bu ham shundanmi? Bular qaydan olib keltirgansiz aka? Ha, uydalar olib kelgan, meniki emas, bratishkaniki bu. So'ragan. Novoschalar qancha ekan aka? 17 dan kam bor, ha? Pasnolik. 17 dan. Mol yo'qsa ketgan. O, mana. Ajoyib. Platinani mana shu mol bozori bor. Juda boy-da. Boy degani istalgan navosi topsa bo'ladi. Hujum o'tyapti. Qaranglar qanday ajoyib. Ajoyib. Elitalarni so'raylik. Bu qancha ekan bu aka? Ha? 31,5 million sotib oldim. Ha, sotib oldingizmi? 31,5 million. Bu endi so'ylammi, boqilami hali? Nari semiradi, ha bu? Endi ikki tish ekanda. Necha kilolik go'sht nima besi bor hozir shuni? 500, ha? 250 kilo go'shti bor hozir. Ziyodroq, ha? Ey. Barakasini bersin aka. Ana. Mana bo'yi past bo'lsa ham zo'r go'sht qiladi-da bular. Sigirlar tomonga o'tyapmiz. Qaranglar, suti oqyotibdi. Galishdaymi? Galishday. Galishday. Buni qaranglar, ey. Buni qaranglar. Endi buni sog'may olib chiqqanmi, bilmayman endi. Dahshat. Mana unda 6 ta bormi? Gap yo'q. Ay, to'rtta. Qiziqdim-da. Mana shunga.
Mana bu zo'r aka. Bu qancha ekan bu aka? 28. Bo'lashasiz. Suti yaxshi ekan lekin. 20 litrdan ziyod suti bor. Tonachalarni ham olib ketaylik. Bular qanchadan bo'lyapti ekan bular? Tonachalar. Mana bu zo'r ekan. Tonachalar qanchadan bo'lyapti ekan? Egasi yo'q ekan, sotilgan ekanda bular. O'zingiz qildingiz. Qanchadan bo'lyapti ekan bu tonachalar? Buni ochinglar. 11 dan so'raymiz. 11 dan? 11 milliondan. Qanchalar? Qanchadan ekan bular aka? 8,5 dan. 8,5. Necha oylik bular? 8 oylik bor. 8 oylik? Kam sut emtida ha? Oh. 23 ga oldinglar ha? Gap yo'q. Avlik ol. Oling. Mana sigir buqadan katta-e. Gap yo'q. 26 olganmi? Bolasi bormikan? Yo'qmi? 26 million. Molmizam mol ekanda. Ola qanchadan bo'lgan aka? Bumi? Ha. 27 yo 26 dan 20. Ichkarida-chi? Qaytdimi ular? Menga bu zo'r katta narsa ekan. Mana yemlar narxini ham bilib ketaylik-da. Kipak. Kipak 25 kilogramlik. So'raymiz, egasi bormikan? Kipak yana точно. Egasi yo'q ekan. Qaytishni so'raymiz aka. 3200 so'm. Bug'doy 3200 so'm. Tozalangan ha bu? Tozalanmagani ham bormi sizlarda? Yo'q, yo'q. Yemga. Buday kuyimi? 3200. Arpa nech pul aka? Arpa 3800. Bu bug'doyni maydasi ha, deshmasin. Bu qancha? 2800. Nimadan arzon? Zapga aytsangiz olib kelaman gavotdan. Makkaniki qancha? Ham ko'paydi. Makkaniki. To'rmi? Ko'z yirtiq balani qarzi bormidi, yo'qmidi? Qaysi ko'z yirtiq bor? Bu vaqtda keladigan. Kim edi u? Bu vaqtda keladigan ko'z yirtiq bala bor edi-yu. Bug'doyni, Yo'q, yo'q, mendan yo'q. bug'doyni maydasi 2800. Nima dedi o'zi? Makkan o'zi qancha? Qayrivani yo'qmi? Makka. 5000. Sapir ketdi. Vaqt yo'q ana. Kunjara qancha, do'stim? Bilamaydi. Ana 30 ming bo'ldi. Polvon, Qavag'i ber. Tava ber jo'gam. kunjara qancha? 6. Qanchadan bu? 6,5 ming. 6,5 ming. Nima tortish kerak? Bug'doymi bu? Qancha qopi? Kilosi qancha? 3200 so'm. Qancha bo'ldi? 3200 so'm. Somon qancha aka, somon? Pres. 16. Nechta? 16 somon. Bida pres. Xullas hozir yemish pulda. Bedani qizg'ikda. Pres qanchadan bo'lyapti ekan bu? Pres qancha? Bida pres. Tugadimi? Qanchadan sotdilaringiz? 40 ming. Na, vale. 40 ming. Şu oddiy pres. 12-13 kilo chiqadi.
40 ming so'm deydi. Samon 16 ming so'm. Xolos. Silos qancha ekan bu silos? Qanchadan bo'ldi bular? 22 ming. Necha kilo bu? 20 kilo. 22 ming 20 kilo olar. Ana narxini o. Yemdi narxini olsin. Ana. Hammaga rahmat. Kipakni bilmadik hozir. Bitta shu kipakni so'raylik-da. Kipak. Egasi kelgan bo'lsa, kipak yo'q ekan.